Assalomu alaykum, aziz tinglovchi. Bugungi videomiz yurak va qon tomir sog'lig'i haqida. Yurak bu hayotning markazi. U to'xtasa, hayot ham to'xtaydi. Ammo bugungi kunda yurak qon tomir kasalliklari dunyodagi eng keng tarqalgan muammolardan biriga aylangan. Ayniqsa O'zbekiston singari issiq iqlimli, go'shtli taomlar ko'p iste'mol qilinadigan mamlakatlarda bu masala juda dolzarb. Ko'pchilik biz yurak sog'lig'ini faqat dorilar bilan bog'laymiz. Ammo aslida yurak va qon tomirlarining holati bevosita bizning kundalik tanlovlarimizga, xususan ovqatlanish odatlarimizga bog'liq. Bugun sizga yurak va qon tomirlar uchun eng foydali 3 mahsulot haqida gapirib beraman. Bu mahsulotlar tromb xavfini kamaytiradi, qonni yengillashtiradi, tomir devorlarini mustahkamlaydi va yurakni barqaror ishlashiga yordam beradi. Birinchi mahsulot qizil baliq, losos, forel, skumbriya. Omega 3 yog' kislotalariga boy bu baliqlar yurakning sodiq do'stlari. Ular yallig'lanishni kamaytiradi, yomon xolesterinni tushiradi, yaxshi xolesterinni oshiradi. Natijada tromblar kamroq hosil bo'ladi. Haftasiga 2 marta baliq iste'mol qilganlarda yurak xuruji xavfi ancha past bo'lishi isbotlangan. Eng yaxshi usul qovurib emas, balki bug'da yoki pechda pishirish. Ikkinchi mahsulot sarimsoq. Bizning oshxonamizda bor, ammo ko'pchilik uning qudratini to'liq bilmaydi. Sarimsoqdagi asosiy modda allitsin. U qon tomirlarini kengaytiradi, bosimni me'yorda ushlab turadi va tromblar hosil bo'lishini kamaytiradi. Muhimi, sarimsoqni xom holatda iste'mol qilish. Ezib, salat yoki issiq ovqat ustiga qo'shsangiz yetarli. Uchinchi mahsulot qora shokolad. Bu sizni hayron qoldirishi mumkin, ammo kamida 70% kakao saqlagan qora shokolad yurak uchun foydali. U tomirlarni kengaytiradi, qon aylanishini yaxshilaydi va yurak mushagini erkin radikallardan himoya qiladi. Lekin me'yor muhim. Kuniga 1-2 bo'lak, ya'ni 20 gram atrofida kifoya. Yurak sog'lig'ini saqlashda qo'shimcha omillar. Har kuni 30 daqiqa yurish, yetarli suv ichish, stressni kamaytirish, chekish va spirtli ichimliklardan uzoq turish. O'zbekistonda baliq topish qiyin bo'lsa, alternativalar ham bor. Zig'ir urug'i, yong'oq, bodom, avokado. Yakuniy so'z: yurak bu faqat organ emas, u sizning hayot markazingiz. Bugun aytib o'tilgan 3 mahsulot: baliq, sarimsoq va qora shokolad yuragingizni tabiiy yo'l bilan himoya qiladi. Ammo unutmang, bu umumiy ma'lumot. Agar sizda yurak yoki bosim bilan muammo bo'lsa, albatta shifokor bilan maslahat qiling. Sog'lom ovqatlaning, ko'proq harakat qiling va ruhingizni tinch saqlang. Yuragingizni asrang, hayotingizni muhabbat bilan yashang. Endi, aziz tinglovchi, keling shu 3 ta mahsulotning har biri yurak va qon tomirlarimizda qanday mexanizm orqali ishlashini chuqurroq tushunamiz. Chunki ko'pchilik foydali degan so'zni eshitadi, ammo nima uchun aynan foydali ekanini bilmaydi. Qizil baliq yurak mashinasiga moy kabi. Yurakni avtomobil deb tasavvur qiling. Har kuni u sizning hayot yo'lida olib yuradi. Agar mashinaning yog'i sifatli bo'lmasa, mexanizmlar yeyiladi. Xuddi shunday, yurak ham foydali yog'larga muhtoj. Bu omega 3 yog' kislotalari. Omega 3 yurak zarbini barqaror qiladi, tomirlarni yumshatadi, qon bosimini tushiradi va kislorod yetkazilishini yaxshilaydi. Olimlar aniqlagan, haftasiga 2 marta baliq iste'mol qilgan insonlarda yurak xuruji xavfi 30% gacha kamayadi. Shuningdek, omega 3 yurak urishidagi beqarorlikni ham kamaytiradi. Demak, yurak tinch va ritmli ishlaydi. Sarimsoq tabiatning kichik ammo qudratli dori. Xalq orasida sarimsoq kasallikni ham qo'rqitadi deyishadi. Sarimsoqdagi allitsin moddasi tomir ichidagi yallig'lanishni kamaytiradi va ularni kengaytiradi. Tomir kengaysa, qon oson oqadi. Yurak ozroq kuch bilan ishlaydi va charchamaydi. Sarimsoq, shuningdek, trombotsitlarning haddan tashqari yopishuvchanligini kamaytiradi. Bu esa tromb hosil bo'lish xavfini pasaytiradi. Eng yaxshi tomoni, u antioksidant bo'lib ham ishlaydi. Tomirlarni zangdan, ya'ni yillar davomida to'klanadigan yog'li moddalardan tozalashda yordam beradi. Qora shokolad yurakni quvontiruvchi shirin qudrat.
Ko'pchilik shirinlik zararli deb o'ylaydi. Ammo agar siz kamida 70% kakao saqlagan qora shokolad tanlasangiz, foydasi katta. Kakaodagi flavonoidlar tomirlarni kengaytiradi, yallig'lanishni kamaytiradi, qon aylanishini yaxshilaydi. U hatto stressni kamaytirib, endorfin, baxt gormonini ko'paytiradi. Natijada yurak tinch, odam esa o'zini yengil his qiladi. Ammo me'yor muhim. Kuniga 1-2 kichik bo'lak yetarli. Xalqona odatlar ham yordam beradi. Yashil choy va qora choy qonni tozalaydi. Anor, olma, sabzi, pomidor yurak uchun foydali moddalar beradi. Ovqatni shoshmasdan xotirjam yeyish yurakka stress bermaydi. Oddiy ko'rinsa ham, bular yurakni yillar davomida sog'lom ushlab turadi. Xulosa: yurak kasalligi bir kunda paydo bo'lmaydi. U yillar davomida to'planadigan xatolar natijasi. Ammo siz bugundan boshlab ovqat tanlovingizni o'zgartirsangiz, yuragingizni uzoq yillar sog'lom saqlashingiz mumkin. Nonushtada shakarli pishiriq o'rniga yong'oq, tushlikda yog'li go'sht o'rniga bug'da pishgan baliq, kechqurun tuzli choy o'rniga limonli suv yoki yashil choy. Kichik tanlovlar katta natija beradi. Qizil baliq, sarimsoq va qora shokoladni me'yorida qo'llash yuragingizga tinchlik, quvvat va uzoq umr qo'shadi. Unutmang, bu umumiy ma'lumot. Agar sizda bosim yoki yurak bilan bog'liq muammolar bo'lsa, shifokor bilan maslahatlashish zarur. Yuragingizni seving, chunki yurakni sevgan odam o'z hayotini sevadi. Shunday qilib, aziz tinglovchi, yurak va qon tomir sog'lig'i haqida gap ketar ekan, bir narsani unutmang. Yurak bu sizning tanangizni ishlatib turadigan motor. U to'xtasa, hammasi to'xtaydi. Shuning uchun uni asrash eng ustuvor vazifa. Ko'pincha odamlar yurak xastaligini faqat og'riq yoki noqulaylik paydo bo'lganda o'ylashadi. Aslida esa kasallik sokin rivojlanadi. Yillar davomida tomirlarda yog'lar to'planadi, qon aylanishi qiyinlashadi, yurak bosim ostida ishlay boshlaydi. Ammo yaxshi xabar bor. Buni erta bosqichda to'xtatish yoki sekinlashtirish mumkin. Faqatgina to'g'ri ovqatlanish va sog'lom turmush tarzi bilan. Endi keling, 3 ta asosiy mahsulotga nazar tashlaymiz: baliq, sarimsoq va qora shokolad. Baliq yurak uchun dengizdan kelgan sovg'a. Baliq tarkibidagi omega 3 yog' kislotalari yurak hujayralarining energiyasi. Ular elektr impulslarini barqaror qiladi, tomirlardagi yallig'lanishni kamaytiradi, xolesterin muvozanatini tiklaydi. Baliq shuningdek D vitamini manbai. U yurak mushagining qisqarishi uchun zarur. Olimlar aniqlagan, D vitamini yetishmovchiligi bo'lganlarda yurak kasalligi 2 baravar ko'p uchraydi. Shuning uchun haftasiga 2 marta baliq yeyish odat bo'lishi kerak. Esda tuting, foyda olish uchun baliqni qovurmasdan, bug'da yoki pechda tayyorlash kerak. Agar baliq qimmat bo'lsa, zig'ir urug'i, chiya, yong'oq yoki bodom ham o'rnini qisman bosadi. Sarimsoq yurak uchun tabiiy qalqon. Sarimsoqdagi allitsin tomirlarni kengaytiradi, bosimni tushiradi, qon aylanishini yaxshilaydi. U tromblar hosil bo'lishini ham kamaytiradi. Agar sarimsoqni xom holda ezilgancha iste'mol qilsangiz, foydasi eng yuqori bo'ladi. Masalan, sabzavotli salatga 1 dona sarimsoq qo'shishning o'zi kifoya. Qiziqarli retsept: sarimsoqli zaytun yog'i. 1 shisha zaytun yog'iga ezilgan sarimsoq qo'shib, bir necha kun damlab qo'ying. Ovqat ustiga sepib iste'mol qilsangiz, yurak uchun juda foydali. Qora shokolad yurakni quvontiruvchi lazzat. Kamida 70% kakao saqlagan qora shokolad yurakka yordam beradi. Flavonoidlar tomirlarni yumshatadi, elastikligini saqlaydi, qon aylanishini yaxshilaydi. Kakao stressni kamaytiradi, serotonin ishlab chiqarilishini ko'paytiradi va yurak ritmini tinchlantiradi. Ammo me'yorni unutmang, kuniga 1-2 bo'lak yetarli. Yurakni asrash oddiy odatlardan boshlanadi. Har kuni 6-8 stakan suv ichish. Kamida 30 daqiqa piyoda yurish. Tuzni kamaytirish. Yetarli uyqu olish. Ko'proq kulish, minnatdorlik va mehr. O'zbekiston mahsulotlaridan ham katta foyda bor. Anor, pomidor, sabzi, limon va zig'ir urug'i yurakni qo'llab-quvvatlaydi. Yakuniy xulosa:
Yurakni sog'lom tutish nafaqat uzoq umr, balki sifatli hayot garovi. Bugun eslab qoling. Baliq qon aylanishini yaxshilaydi. Sarimsoq tomirlarni tozalaydi. Qora shokolad yurakni stressdan himoya qiladi. Ammo eng muhimi yurakka mehr berish. U siz uchun har kuni tinmay uradi. Siz esa unga sog'lom ovqat, tinch ruh va tabassum hadya qiling. Yuragingizni asrang, u sizning eng sodiq do'stingiz. Yochi